Insonlar ko'pincha shartli sevishga o'rganib qolishgan. Agar idealni bo'lsa yaxshi ko'raman. Agar man bu ishlarni qilsa, u urushmasa, unda yaxshi. Man uni hurmat qilaman. Agar u gul bermasa, pul bermasa, o'qimasa, buqimasa, yaxshi emas. Bu условно любовь. Ya'ni insondan mukammallikni kutish. Umuman nima uchun biz ko'pincha insonlardan o'sha mukammallikni kutib qolamiz? Agar o'zimizda qatlardadir ochiq qolgan gestaltlar bo'ladigan bo'lsa, ochiq qolgan gestaltlar degani o'zimizda qayerdadir ochiq yamalar bo'ladigan bo'lsa, biz insonlardan o'sha yamalarni yopishni, insonlar orqali ularga o'sha mas'uliyatni yuklab qo'yib, o'sha yamalarni yopishga harakat qilamiz. Nima uchun? Mas'uliyatdan qochish uchun. Bu fikrlar qayerdan kelgan bizga deydigan bo'lsangiz, bu joyda men sizga analiz uchun yoshligimizga qaytishni tavsiya qilardim. Agar yoshligimizda bizga yaxshi qiz bo'lsang, qo'g'irchoq olib beraman, yaxshi o'qisang, men buni qilib beraman, pul beraman, gul beraman, yaxshi bo'lsang, aqlli bo'lsang, men bunaqa qilib beraman. Sizni o'sha mukammal bo'lishingiz evaziga sevgini agar sizga predlagat qilishgan bo'lsa, ana bu joyda siz faqat ideal bo'lishga yoki bo'lmasa boshqalardan ideal bo'lishini kutasiz. Nima uchun? O'sha полный, безусловный любовьni olish uchun.